Hammaga salom. Tasavvur ko'ramiz. G'aybulla Tursunov Xastamanu qo'shig'ini 1960-yilda aytganda qanaqa bo'lardi? Marhamat, eshitib ko'ramiz. Shunchaki ko'rgim keldi seni shunchaki, garchi sevging yolg'on bo'lsa hamki, birga o'tgan ko'chalardan o'tib boryapman, sog'inchlarim jim ichimga yutib boryapman. Xastamanu sensizlikda qolib yana, xastamanu. Agar yoqqan bo'lsa, bitta kommentariy va like qo'yish esdan chiqmang.